Alo. Vanadagi paypoq Tursuv aka sanikimi? Beyozga tashlading. Oy yuvib qo'yishlar uchun. Ando yur. Balkonga yur. Hey, katta bola bo'lib qolding. Ichki kiyimlaringni oyingga yuvdirgani uyalmaysanmi? Nimaga o'zing yuvmaysan? Armiyaga bormaganliging bilinadi. Qanaqa farosat bilan bunaqa qilding? Bolam, menga qara. Meni ham xijolat qilma. Bunaqa gaplarni gapirish menga ham noqulay. Lekin otayman. Aytishim kerak. Faqat bir marta aytaman, qulog'ingga quyib ol. Kunlar siyapti. O'zingga bilinadimi, yo'qmi, bilmadim, lekin sasvossan. Har kuni yuvingin. Yozda kuniga 2 mahal yuvin. Dezodorant ishlat. Yaxshisidan. Xo'p. Faqat oynaga qarab sochingni taraverganing bilan qo'lda tutab tursa ham yaxshi emas-da bo'lar. Odamlar sendan qochadi. Yoqimli bo'l yur. Kunora ichki kiyimini almashtir. O'zing yuv. Soqol olsin. Nima, meni ustiramda olasan? Gigiyena degan narsa bor. Tishingni zubni pasta bilan yuv. 2 mahal. Xo'p. Hey, ozoda bo'lib yur. Tushunding-a?